Assalomu alaykum azizlarim, tinchmisiz, omonmisiz? Xayrli kech. Hammalaringizga sog'lik, omonlik tilagan holda bugungi raskladimizni boshlaymiz. Bu ochilimda 4 ta mavzuda, 3 ta mavzu, bitta maslahat, 4 ta mavzu yuzasidan karta tortaman. Birinchisi, siz to'g'ri yo'ldamisiz? Meni aqlimdagi inson yoki aqlingizdagi inson hozir qay ahvolda degan mavzu. Uchinchisi, oralaringizdagi munosabat qanday bo'ladi? Endi buyog'i karta maslahati. Demak, mana shu mavzular asosidaman karta tortaman. Birinchi, to'g'ri, siz to'g'ri yo'ldamisiz? Meni obunachilarim, meni kuzatib turganlar, mening kanalimda kirmoqchi bo'layotgan, kirganlar, hamma oldisidan chiqqan siz uchun menga podpiska bosganlar energiyasini oldim. Qarshisidan chiqdi siz uchun bu. Demak, siz to'g'ri yo'ldamisiz? Hozir tutgan yo'lingiz to'g'rimi? Uchta karta oldim. Ikkinchi mavzu, aqlingizdagi inson hozir qay ahvolda? Aqlingizdagi inson, siz diqqat qilayotgan inson hozir qay ahvolda? Shu kecha kunduzda u qay ahvolda? Energiyasi qanday? Miyasida nima fikr bor sizga nisbatan? Hammasini 3 ta karta tortaman. Shu kartalarim aytib beradi. Uchinchi mavzu, oralaringizdagi munosabat endi qanday bo'ladi? Oralaringizdagi munosabat aqlingizdagi inson va siz bilan qanday bo'ladi? Bunda ko'proq karta tortdim. Qani nimalar bo'ladi? 5 ta karta tortdim. Va xulosa, oxiriga tortamiz xulosani. Maslahat, karta nima maslahat beradi oxiriga? Demak, boshladik. Ovozim balandmi, pastmi? Ana men kartaga berilib ketaman. Holi tajribam yo'q, uzr. Qaranglar, hozir sizda 3 ta karta men tanlagan yo'l to'g'rimi deb o'zlaringiz endi shu kartaga qarab javob olasizlar. Siz to'g'ri yo'ldamisiz? Mana ko'rinyaptimi kartalar? Mana bu karta teskari chiqdi. Bu kartalar ma'nosi nima deyapti endi? Qarorlaringiz ehtiyotkorlik bilan barqaror bo'ladi deyapti. Ikki yoq ham ehtiyotkor. Ikkinchi, mana четверка pentakli aytyapti-da, ehtiyotkorlik bilan. O'sha o'rtalaringizda urush, janjal bo'ldi yoki ketdi yoki o'zini tortdi. Xullas, oralaringizdagi munosabatda endi ehtiyotkor bo'lasizlar. Ikkovlaringiz ham qadrlaringiz borda, endi qadrsiz edingizlar, endi ehtiyotkor bo'lib harakat qilasizlar bir-birlaringizga. Qadrlisizlar. Qarorlaringizda ehtiyotkorlik va barqarorlik bor. Mana ikkinchi karta aytyapti, kolesnitsa deyaptiki, mana bu kartada ko'rinyaptimi kartalarim to'g'ri? Bu aytyapti, maqsad sari harakat, iroda va oldinga intilish bor sizda. Yo'lingizni to'g'ri tanlagansiz. Yaxshi bo'ladi. Siz nima reja qilgan bo'lsangiz, to'g'ri yo'ldasiz deyapti. Uchinchi karta, vasmerka teskari chiqdi. Mana bu karta shuni anglatadi. Ba'zi shubhalar yoki o'tmishdagi bog'liqliklar bor, ammo bu yo'lni noto'g'ri demang, deyapti.
demaydi-da endi bu karta. Ba'zi shubhalariz bor yoki o'tmishdagi bog'liqliklar. Ammo bu yo'lni noto'g'ri tanlayapti demayapti. Tanlagan yo'lingiz asosan to'g'ri, lekin orqaga qarab qolmasdan o'z maqsadingizga ishonch bilan harakat qilishingiz zarur debdi. Tushundingiz? Mana siz tanlagan yo'l to'g'ri yo'ldamisiz degan mavzuda mana shular chiqdi. Ikkinchi mavzuyimiz aqlingizdagi inson hozir qay ahvolda? Sizdagi fikri. Aqlingizdagi inson hozir qay ahvolda? Mana kartalarim. Aqlingizdagi inson hozir qay ahvolda? Bu o'zini cheklagan, bosim ostida yoki chiqish yo'lini topolmayotganday his qilyapti. Semyorka jezlov aytyapti mana bu karta. Kurashdasiz ichki tomondan ham, tashqi tomondan ham. O'z pozitsiyangizni himoya qilyapsiz. Himoya qilgan ahvoldasiz deyapti. Sizda umid yaxshi, kelajakka intilish bor. Mana bu karta bildiryapti. Ammo deydi, kimningdir maslahatiga quloq solib, o'sha aqlingizdagi inson sizga kimningdir maslahatiga quloq solgan holda sizga ishonchsizligi bor ozgina. Kimdir yo'ldan uryapti uni. Sizda umidi bor, yaxshi ko'radi, kelajakka ishonchi bor, sizga ishonadi, orzulari bor siz bilan birgalikda. Lekin u qanaydir desam, noxushlik, aldanish, qo'rquvda qanaydir bir yoki kimningdir maslahatiga quloq solgan holda ishonchsizligi bor ozgina deyapti. Mana bu karta teskari chiqdi. Aqlingizdagi inson shu ahvolda hozir sizda, shu energiyada. Hammaniki qo'shilgan beri bir kishiniki emas, to'g'rilab olasizlar. Ko'pchilik ko'ryapti. Oralaringizda munosabat deyapti. Uchinchi mavzuyimiz oralaringizdagi munosabat. Endi qanday bo'ladi-da? Misol uchun shu mavzuni tanladim sarlavhani. Strashniy sud chiqdi. Kartalari mana 5 ta karta tortdim. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Yaxshiroq, qiziqarliroq, sizlarga ko'proq gapiray dedim. Munosabatlarda muhim qaror, uyg'onish yoki vaziyatda mana bu karta anglatyapti, teskari tushdi. Munosabatlarda muhim qaror, uyg'onish yoki vaziyatga oydinlik kiradi endi munosabatlaringizda. Mana bu qorong'ulik teskari tushdi. Muhim qaror qabul qilasiz. O'shanaqa qaror qabul qilish uyg'onadi endi. Vaziyatga oydinlik kiradi. Ikkinchi semirka. Nima deyapti? Orzularda umid qilib o'tirmang deyapti. Mana. Ammo umid qilib o'tiribsiz o'zingiz. Ammo qaror qabul qilish qiyin deydi, yoki u yo siz. Orzu, umidlar ko'p, ammo aniq qaror qabul qilish qiyin bo'lyapti. Ikki yoqqa ham. Tushunmovchiliklar yoki sovuqlik asta-sekin kamayishi mumkin. Yarashish, tugallanish. Endi o'sha munosabatlaringizni murakkab tomoni tugallanyapti, sinovlar o'tyapti deydi. Yarashish yoki munosabatlarda iliqlik bor bo'ladi. Birinchi bosqich yakunlanadi. Sinovlar tugaydi. Shu narsani ko'rsatyapti bu. Yarashasiz, tugallanish bo'ladi endi. Noaniqlikda deydi. Munosabatlar bir bosqichning yakunlanishi. Yaqinlashish, bog'lanish va kelishuv energiyasini ko'rsatyapti bu karta. Telefon qilishi mumkin. Xullas, yarashasiz, bog'lanasiz. Yaxshi energiyada bo'lasiz. Yana aytyapti. Ayrimni uncha tushunmayman kartalarni. Ochiqroq, kengroq qilib tushuntiray. Ichki ishonch.
pasayishi bor sizda. Ba'zi ichingizdan tub-tubidan shu yaqinlashgan qandaydir bir iliqlik bo'lsa ham ichingizda ishonchsizlik bo'ladi unga nisbatan. Qaniydir baribir bir kun yana mani tashlab ketadi yoki shuncha qattiq gapirgan edi-ku manga yoki ketib qoldi. Men endi bir kun yana shu ishni qiladi degan bir ichki ishonchsizligingiz bor. U bilan yarashgan vaqtda ham yarashish umidini bilib qolsangiz ham sizda shunaqa holat. Mana bu siz. Endi kartalar bir-biriga tushgan, hammasi atrof bir-birini ketma-ket tushganlikka nisbatan buni siz deb tanladim-da. Ichki ishonchsizlikdan deydi chiqing. To'liq baxtni his qilmay ekansiz. Baribir umidsiz yoki ishonch ikkilanishdasiz. Ishonaymi? Haqiqatdan meni yaxshi ko'radimi yo shu munosabatimiz yaxshilanadimi yo yana tashlab ketadimi? Shunaqa pozitsiyadasiz. Yoki munosabatda deydi yetarli emas holi yaqin bo'lmayapti. Endi bildiryapti-yu, yaqin emas, ishonch emas. Mana shunday turgansiz. Shuni o'ylayapsiz hozir. Ichki sezgilaringiz shu. Kuzatyapsiz, diqqat bilan tekshiryapsiz, telefonlarini kutyapsiz yoki kelishini kuzatyapsiz. Ko'p savol bergis keladi. Ko'p savollaringiz bor. Qachon keladi, tezroq keladimi yoki mana shu ishim u bilan o'rtasida munosabatim tiklanadimi? Shunaqa savollaringiz bor, shubhalaringiz bor. Kim nima qilyapti degan holat ikki yoqqa. U sizni o'ylayotgan nima qilyapti, siz uni o'ylayotgansiz nima qilyapti? Gapirmay qo'ydim yoki siz aytasiz gapirmayapti yo hozir menga kelmayapti yoki telefon qilmayapti. Oramiz masofa bo'ldi, nima bo'lyapti? Xullas, ikki yoqqa kim nima qilyapti degan holatni bildiradi bu karta. Mana bunda aytyapti. Siz deydi teskari chiqdi-da bu ham. Bundaqa emas. Avval birinchi follarimda shu to'g'ri chiqaydi faqat. 2 safardan buyon teskari chiqyapti. Teskari chiqsa yomon karta rasm, yomon holatdagi teskari chiqsa yaxshi holat bo'ladi. Bu teskari chiqyapti. O'tgan safar ham teskari chiqdi. Oldingilarga o'ngidan chiqadi. Demak aytyaptiki, bu kartada teskarinin ma'nosi sovuqlanishi, pasayishi. Undan umidsizlik bo'lgan, ozgina umid paydo bo'ldi yoki jahl qilib turibsiz, yomon nafratlaringiz pasayadi endi. Siz bilan deydi og'ritib qo'yish, so'z bilan og'ritib qo'yish holatlar bor. Hozir ham ehtiyot bo'ling. Qattiq gapirsa ham siz gapirmang. Er-xotinlar urushib qolgan bo'lsangiz, shu ranjib qolish ehtimoli bor, yo siz yo u. O'ylagan odamingiz hissiyotdan ko'ra aql va qattiq pozitsiya bilan harakat qilayotgan bo'lishi mumkin. O'ylagan aqlingizdagi inson deydi hissiyotdan ko'ra aql bilan qattiq pozitsiya bilan harakat qilishi mumkin. Maslahat olamiz bitta endi. Maslahat nima berasan kartalar? Maslahat. Maslahatda yaxshi karta chiqdi, qarang. Bu doimiy yakun degani emas, ko'proq noto'g'ri muloqot va jarohatlangan hislarni holati. Shu uchun deyapti, agar ochiq va yumshoq gaplashilsa, sizlar vaziyatdan chiqasizlar. Istaklar amalga oshadi deydi. Qarang. Ba'zi doimiy yakun degani emas. Bu doimiy yakun degani emas. Siz shunday deb o'ylayapsiz. Aqlingizdagi inson endi ketdi yoki boshqasini topib qo'ygan, meni haqoratladi, menga boshqacha gapirdi yoki mendan uzoqda, meni eslamayapti degan xayollardan deydi ko'proq noto'g'ri muloqot. Shunaqa siz u xayolga emas, u aqlingizdagi inson siz o'ylaganday xayolga. Ko'proq noto'g'ri muloqot va jarohatli holatdasiz.
u ham shunday. Nimadir oralarisida jarohatlar bo'lgan. Lekin bu doimiy yakun topib ketgan yo'q. Urushib turgan bo'lsangiz ham u ketdi demang. O'ntasi bilan yursa ham, gaplashsa ham ketdi demang. U qaytadi sizga. Yoki ayollar ham, erkak ayol bir-birovlariga qarab oling. Siz meni tinglayotgan erkak bo'lsa, ayolingiz shunday holatda, ayol bo'lsa, erkagingiz shunday holatda. Bu ikki yoqni ham bildiradi. Hamma o'ziga qaratib olsin. Agar deydi ochiq va yumshoq gaplashish yo'lga qo'yilsa, vaziyat tez yaxshi bo'ladi. Istaklar amalga oshadi. Hissiy qoniqish orzular ushaladi. Mana kartalarim qanday chiroyli chiqdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana kommentariyaga yozasiz. Savollaringiz bo'lsa, Xudo xohlasa ko'rib boraveramiz. Hammalaringizga sog'lik, tinchlik, omad tilayman. A'lo kayfiyat tilagan holda sog' bo'ling.